Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir bitta hammom eshigida necha minutda yasal bo'lishini sizlarga ko'rsatib beraman. Kuzatib turinglar. Razmerimiz 1.70 ga 70. Hammom eshik oq lega. 1.70 chizib olamiz. Qani bismillah. Bir qator 1.70 ga tayyor. Endi 70 dan ikkita kesamiz. Razmerlarimizni kesib oldik. Endi rezinka o'tkazamiz. Birinchi bo'lib X rezina ishlatamiz. Birinchi o'tkazib olish kerak buni. Buni bosmasi ham bor. Buni yig'ib ramkasini terib olib, oxirida o'tkaziladigan bosma. Ko'pchilik yaxshi bosmadan ishlatardi. Menga mana shu X qulay. X yoqadi menga. X rezinani o'tkazayotganda ozgina razmeridan uzunroq qilib o'tkazib qo'yamiz. Chunki qishda sovuq bo'lganda bu yer tortishib rezinka kaltalashadi. Shuni hisobiga ozgina kengroq qo'ysak, uzunroq qo'ysak yaxshi bo'ladi. Endi archa qatiramiz, archa. Hop, archani qatirib olamiz endi. Qani bismillah. Mana anaqa archa qo'yiladi. Orasiga, ichiga. Endi bir-biriga ulaymiz. Mana tayyor bo'ldi ramkamiz. Endi bu ramkaga ichiga qanot kesamiz. Aylantirib olsak. Hop. Qanotlari shunaqa profildan kesiladi. O'rta qayt deyiladi bu profil. Tashqariga ochiladigan bo'lsa, shundan kesiladi. Agar ichkaridan ochiladigan bo'lsa, shuni mayerda tilab bo'ladi. Boshqacharoq bo'ladi. Ichkariga ochishga moslangan. Bunisiga ham rezinka o'tkazib olamiz. Birinchi bo'lib shu qanotlarga ham shu rezinkani sal uzunroq qilib o'tkazib qo'yamiz. 1 sm bu tomondan, 1 sm bu tomonidan. Kichkinalariga bunaqa qilib 1 sm-dan olib qo'ymasa ham, oshiqcha kesmasa ham bo'laveradi, chunki bular unchalik ham ko'p kalta bo'lmaydi, tortishmaydi. Archa qatiramiz bunga. Orqa tomoniga. Mana shu oshiqcha kesilgan joy. Buni orqaroq tortib turib, to'g'rilab olamiz. Keyin qatirib olamiz. Hop, mana ramkasi ham tayyor, qanoti ham tayyor. Shunday bo'lib tushadi ustiga. Endi o'rtasini bo'lamiz. Keyin oshig'ini olamiz. Ruchka zamovini qo'yamiz.
Oxirida shtapligini solamiz. Motorda ham qatirayotganda ko'p ustalar mana 4 ta teshigi bor uni. 3 ta qatirib qo'yishadi. Ustalar ko'rayotgan bo'lsa, iltimos 4 ta qatiraylar. Bu to'rov bekarga chiqarilmagan. To'g'ri 3 ta ham o'sha edi. 2 ta ham o'sha edi. Zarchimda yaxshilab qisib turib qatiramiz endi. Xo'p, bro. Ana o'rtasini ham qatirib oldik. Endi oshiq-moshig'ini ilamiz. Ha. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi oshiq-moshig'i. Buni hammomlarga kichkina eshiklarga ikkita qo'yiladi. Ikkita o'zi bemalol yetadi. 20 tepasidan 25 pastidan chizamiz. Endi teshib olamiz. Boshqacha shurupi bor buni o'zini. Moddiy patay bilan qatirsa ham bo'ladi. 3 ta qatirib qo'ysa yaxshi edi. Polvon shurup barbod. İşte samarız bilan qatiramiz. Hoppa. 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 Shuni topshirsa qiyin. Qatirib olamiz. Hop. Güzel. Yani. Başka nereye yani? Hop, ilish uchun birinchi razmerini chizib olamiz. Tepaga yopishtirib, ozgina frezor bilan teshamiz. Arka fonu bilan aynagan kessak tayyor. 50 yarım. 100 yarımdan sence. Hop, umumiy shu bitta eshikni yasagani 2 soat vaqt yetdi, o'rnatishi bilan birga 1 millionga tayyor bo'ldi. Hamma yo'g'i ichida olib borishi, o'rnatishi. Shu bilan bir kunlik planimiz to'ldi. Endi keyingi ishni boshlaymiz. Mana ronda materiallari ham keldi. Ikkita kosa. Mana bu. Nima nima ekan? Bu Bakir. Necha yoshda? 4ga kirdingmi? 4ga kiradi endi. Buni endi yasalish jarayonini ertaga ko'rsataman. Endi ertaga ko'rsataman. Nima ekan u? Razmer. Razmermi?